Bugun mamlakatimizning barcha maktablarida so'nggi qo'ng'iroq ovozi yangradi. Katta hayot ostonasi aynan shu yerdan boshlanadi. Bugun ilmda ilg'or yoshlar medallar bilan taqdirlanadigan kun va shu bilan birgalikda sport sohasidagi umidli yoshlar ham taqdirlanishdan chetda qolmadi. Prezidentimizning tegishli qarori bilan umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya fanining o'qitilishi, o'qituvchilarning malakasini oshirish yuzasidan salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. May oyida respublika bo'ylab 7 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan maktab o'quvchilari o'rtasida jismoniy tarbiya sport sinovlari o'tkazildi. Unda 5 millionga yaqin o'quvchi ishtirok etdi. Sinovlar nafaqat yoshlarning kuch va chidamliligini imtihon qiladi, balki ularning harbiy mahoratini ham shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Shundan kelib chiqib, so'nggi o'quv yili yakunlanishi munosabati bilan sport sinovlari maxsus talabini bajargan 31448 nafar o'quvchi 1-, 2-, 3 darajali ko'krak nishoni va alohida elektron sertifikat bilan taqdirlandi. Shuningdek, mamlakat bo'ylab sinovlarda eng yuqori natija qayd etgan 4000 dan ziyod o'quvchiga sport formalari topshirilmoqda. Bugun Toshkent shahridagi 325 ta maktabda o'tkazilgan sinov bosqichlarida yuqori natija qayd etgan bir guruh yoshlarga 298-sonli umumta'lim maktabida ko'krak nishonlari, guvohnomalar va sport formalari topshirildi. Iqtidorli bolalarni professional sportga seleksiya qilamiz. Ya'ni o'sha yaxshi natijaga erishgan yoshlarimizni, misol uchun Toshkent shahrida 23 ta sport maktablari bo'lsa, bundan 4 tasi ixtisoslashgan sport maktablari. Biz o'sha maktablarga yoshlarimizni seleksiya qilib turib, trenerlarimiz tomonidan seleksiya qilib turilib, professional sportga qadam qo'yishlari uchun bu sport sinovlari juda katta rol o'ynaydi. Bundan tashqari sport sinovlarida yuqori natija qayd etgan yoshlar Temurbeklar maktabi va turli harbiy bilim yurtlariga o'qishga kirish uchun qo'shimcha imkoniyatlar taqdim etadi. Shuningdek, maktab sportini rivojlantirishdagi hamda sinovlarni o'tkazish jarayonidagi mehnatlari uchun bir nechta maktab direktorlari va maktab ta'lim bo'limi boshliqlari Sport vazirligi tomonidan tashakkurnoma va esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi. Jismoniy tarbiya sport sinovlarini oliy o'quv yurti talabalari o'rtasida o'tkazish ham reja qilingan.